Assalomu alaykum, 1995 Navbatda 7 oktyabr. Zakaz berilgan zakazlarimizning hajlari keldi. Avvalda video obzor. Qaysi pullik nerga ishlanyapti, qandaydir ahvollarni aytib tushuntirib o'tamiz. Buni Xorazm Xivaga ishlanyotgan Laval 1454 traktori uchun zavodskoy limkin, stoyka, limkin, boshmaq, limkin atval hamma narsasi. Bolt qayklari, boshmaq buni Palovoy doskalari, hamma narsasi original buni. Bolt qayklari, atvalning shunday quloqlari, atvalning trapezlari hammasi keldi. Qabul etib oldik. Pulximizning rami, hammasi mo'yinlari bilan tayin turibdi. Silinderlar ham kelgan. Aylanma pulx uchun hammasi tayin. Tez kunlarda rezultat ish jarayonlarini qo'yib boramiz. Mana stoyklarimiz ham kimga kerak bo'lsa, shunday stoyklar singan bo'lsa, qiyshaygan bo'lsa, almashtirajak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar, oldirib yetirib beramiz. Yana bir pulximiz Buxoroga yasalayotgan pulximiz Laval 1654 traktor uchun qo'lbola stoyka, hamma yeri qo'lbola bo'ladi. Tak atvallari, yarim atvali, qulog'i qolgan yeri limkin. Limixlar limkin, atval limkin, hamma narsasi. Buni quloqlari, quloqning podstavkalari, qulog'i limkinning ustida o'zida kelmaydi, qo'lda yasalgan. Nuga deganda pert plujnik bo'lgani uchun bunday quloq qo'yilmaydi. Bu pert plujnik почти 70% pert plujnikning o'rnida turadi zat. Pulximizning rami mana yerda turibdi, mana zavodskoy ram 15 ga 15. Qalınlığı 1 santimetrlik zavodskoy ram. 4 korpusli. Bunun izinden Qashqadaryoga 5 korpus pulximiz bor. Laval 2204 uchun ishlanadigan. Hozir aytib o'tganimizdek ana stildan bo'ladi. Hamma narsasi 100% polni limkendagi bo'ladi. Buni Buxoroga yasalayotgan pulxlarimizning stoykalari. Bugun hozir atollarni qatirib hammasini joy-joyini olib boramiz. Atvallarimiz, materiallarimiz 2 kun farq bilan sal kechikib keldi. Lekin xudo xolasa vaqt soatida zakazlarni bitirib yerlarni topshiramiz. Bu yerda yana bir 82 Belarus 82 birga yasalayotgan 4 korpusli pulximiz. Eldingi chasi tayin. O'zi bilan kraskalarni urib xudo xolasa buni ham bugun chiqaradilar. Bu yoqda turgan 7 korpus pulximizni olib ketdi. Oqshom ispitaniya jarayonlari bo'lgan yo'q. Surish boshlangan vaqtda borib ispitaniyalarni o'tirib berib kelamiz ekan. Kuzatishda davom eting. Sizlar bilan 1995 har xil texnikalarga liboy turdagi nelar kerak bo'lsa, agregatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Oldirib, yetkazib, qo'ldan kelgancha ishlab beramiz. Bemalol telefon zakaz berishingiz mumkin. Hammaga rahmat.